Assalomu alaykum akajon. Sizni ushbu e'tiborga ko'rishdan juda xursandmiz. Bo'lami o'zingizni hurmatli turkistonliklarga tanishtirsangiz? Va alaykum assalom. Men ismim Nurullo. Anxoydan bo'laman, viloyat Faryobidan. Shu yerda Hamburgda yashaymiz oilacha. Bugun Xudoga shukr ko'p bir katta e'tibor olingan janob Chovush janoblarni kelgan sifatli qancha o'zbeklar bo'layotgan bo'lgan, turkistonliklar jam bo'lgan. Shunda o'zingizni setamiz, ko'p yaxshi setamiz. Xudoga shukr shuncha o'zbekimiz Olmonga jamlangan, xususan Hamburgda hammasi ittifoq, ittihod ko'p yaxshi yashaydilar. Sizni chiroy so'zlaringiz uchun bir Turkiston yigiti bo'laroq men minnatdorchilik bildiraman. Qaytalab sizdan so'rasam, qanchalik muhit ko'rasiz xalqingiz uchun ushbu ehtifollarni o'ltirishlarni? Katta rahmat. Bu musofir shaharda har kishimizni ona tilini saqlab qolish bizlarga farz. Ona tarafdan, ota tarafdan bizga kelibdi. Ushbu mahfillarda, bunday mahfillarni olib, e'tiborlarni olib, bizlar behtarin, yaxshitarin yo'lni o'zimiz intihob etamizki, o'zbeklarni o'zbeklarga tanishtirsak, turkistonliklarni turkistonliklarga tanishtirsak. Va shu sababdan o'z tilimizni rivojlantirsak. Onun uchun ko'shish etamiz, hammamiz boyat iqdom etishimiz kerak, yaxshi qadam olishimiz kerak o'zbek tilimizni saqlab qolish uchun. Sizni so'zlaringizdan men tushundimki, siz bir garchak turkistonlisiz. To'g'ridan ham otalariki balalariga birinchi qadamga desam, Avropaga to'xtab, daring o'zga tilni o'rgatadi. Siz bir ota bo'laroq, bir turkona ota bo'laroq mas'uliyatingizni nima bilasiz? Dunyoda hozir texnologiya ko'p pesh ketgan. Texnologik tarixdan ba'zi otalarni eshitaman bahona qiladilar. Balalarimiz o'zbaki gaplar bilmaydi. Yo masalan Olmonda, Norveyda, Yevropaga kishvar, Amerikaga kishvar. Maktablardan aytadilarki, bular boyat olmoni, inglisi yo boshqa til o'rganishi kerak. Bir ota sifatida meni o'zim bolalarimga yaxshi, avval shart olmoni o'rganish. Ammo olmonining yonida o'zbekini naboyat bular xotirdan ketkizsa, ya'ni unutsa. Uning uchun texnologiyadan istifoda etdi. Hozir kartunik hamma bolalar sevadi. O'zbek tilida yo masalan YouTube'da oilaviy qiziq filmlar bor, ko'ta qissa. Har kun olmoni til yo boshqa til o'qigandan keyin bolalar 10 daqiqa shu o'zbek tilida ko'rsa, o'z tilini yitirmaydi. Uloqon rahmat ushbu totli sujuk so'zingiz uchun, xalqimiz uchun marhamat, xush kelibsiz. Ancha vaqtingiz yaxshi bo'lsin. Rahmat, sog' bo'ling.